Hop, o'rtoqlar, darvozani yasalish jarayonini ko'rsatdim. Bitgan varianti ham bor, variantimiz ko'p. Hop, buni mana e'tibor qilasizlar, arka qismi butun holatda mana. Boz beskraska turibdi, mana tozalanadi. Hop, bu darvozamiz 3 qavatlik original varianti, orqa qismini ham ko'rsatib qo'yaman. Hop, darvozamizda orqasi mana bu holatda bo'ladi. Mana orqa qismi bunday bo'ladi. 2 qavat qalinlik bo'lgan, oldida bezaklar bilan 2 qavat. Ichi polni shumkali qilib tayyorlaganmiz. Mana eshigini davomi bu kalitkasi mana. Bu darvozamiz qalinligi, semizligi mana shulanganda 6 sm bo'ladi. Baquvvatligi xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Hop, bu darvozamizni xuddi shu variantini kraskadan chiqqan holati ham bor. Buni ham ko'rsatib beraman. Mana o'rtoqlar, mana nalichkalari. Ishlarimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu nalichka qismi darvozamizda mana qanotlari. Bu ham 3 qavatli original variantda tayyorlaganmiz. Semizligi 6 sm. Darvozamizga shu darvozadan qo'ymoqchi bo'lgan obunachilarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu tarzda xudo xolsa baquvvatligi, sifat cho'tki qilib beramiz. Mana darvozani qalinligi 6 sm. Xudo xolasa hamma joyi idealni bo'lgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar, mana sharoitda